Yamin ismining ma'nosi. Ism Qur'oni Karim lafzlaridan olingan. Voqea surasi 27-oyat. Va ashabul yamini ma ashabul yamin. O'ng taraf egalari, o'ng taraf egaligi ne saodatdir. Ism avvalo unvon tariqasida qo'llanilgan. Yamin ud davla, davlatning o'ng qo'li. Sabuddinga xalifa deb e'tirof etib, G'azna sultoni Mahmud G'aznaviy tomonidan berilgan unvon va shuningdek Qur'on oyatlarida asosan ism sifatida ham qo'llanilgan. Ushbu ism sohiblaridan biri Ibn Yamin, Amir Faxriddin, Mahmud ibn Yamniddin Farmodiy O'rta Osiyo sarbadorlarining tinchlik, ma'rifat, rahmu shafqat va do'stlikni tarannum etgan yetuk qit'anafis shoiri. Ismni ma'nosi. Yuqorida Qur'oni Karimda zikr qilinganidek, o'ng qo'l, o'ng taraf egasi, o'ng tomon kuch-qudrat demakdir. Buning asl ma'nosi shunday: qiyomat kuni kishilarga o'ng namoyi a'mollari bitilgan hisob-kitob asoslar jannatiy insonlarga o'ng tomondan, do'zaxiy insonlarga chap tomondan topshiradilar ekan. Shu sababli barcha insonlar tiriklik chog'larida toat ibodat qilayotgan dam o'z nomai amollarini o'ng tomondan kelishini Allohdan umid qilib duoda bo'ladilar. Zeroki Yamin ismli zot begunoh, pok vijdonli, mustahkam irodali, ulus orasida yaxshi deb nom qozonishga musharraf bo'lgan, u dunyo shafoatlarini umidvor siymosidir. Ismni e'zozlash, hurmatlash va erkalash turlari: Yaminbek, Yaminboy, Yaminjon, Muhammad Yamin, Said Yamin, Yaminxo'ja. Siz o'z ismingiz ma'nosini bilasizmi? Agarda bilmasangiz, bizning kanalimizga kirib, o'z ismingiz ma'nosini to'liq bilib olishingiz mumkin. Sizni albatta kanalimizda kutamiz.